Bilasizlar, hozir to'y sezon. Ginekolog shifokor sifatida to'g'risini aytaman, jinsiy aloqa haqida postlar tayyorlashni juda ham yomon ko'raman, lekin bugun ana shu mavzuni ko'tarishga majbur bo'ldim. Urf odatimiz bo'yicha kuyov to'ra kelin bolamni qo'lidan ro'mol chanomaguncha o'tirmaydilar. Aynan yoz, kuz oylarida O'zbekiston xalqiga to'y qilish juda ham urfga kirgan. Ilohim qo'shgani bilan qo'sha qaritib. Lekin ana shu holatda, ana shu vaziyatda nafaqat xalqimiz, balki biz ginekolog shifokorlarga ham ish vazifa juda ham ko'payadi. Gapirgim kelmayapti-yu, lekin gapirishga majburman. Yana takrorlab o'taman. Aynan ginekolog shifokoriga ekstreniy tarzda kunduzi ham kechqurun ham murojaat keladi. Aynan o'zimga birinchi kechadan keyin qon ketish, razrivlar juda ham ko'p kuzatiladi. Oling, qapishib ketaylik. Turmush qurayotgan yoshlarning jinsiy tarbiyasi juda ham sust. Aynan shu muammoni bugun ko'tarishga harakat qildim. Nimagaki, 2 haftadan beri qabulimda aynan shu mavzu bo'yicha juda ham ko'p oilalar qabulimga kelyapti. Niyati menish bo'lsa, hozir minsin. Hurmatli ota-onalar, siz faqat to'y xarajatlarini yoki yaxshi restoranda to'y o'tkazishni yoki eng oldi sarpo qilishni o'ylamang. Turmush qurayotgan yoshlarni birinchi navbatda jismonan organizmni tayyorlash kerak va bundan tashqari kerakli barcha tekshiruvlarni amalga oshirish kerak. Ey Xudo, nima